Maktabdagi bolalarni qo'rqitish emas, ularni hurmat qildirishni bilish kerak. Bolalar xullas tanishinglar, yangi qiz keldi sinflarga. Ismingiz nima edi? Muxlisa. Husnor ekan. To'shniyochu. O'zim ko'rganman davomashindagi. Nima deyapsan? Men gapirasiz ustoz. 24 ga 7 ishlaydigan magazin. Bolalar bugun o'qituvchilar bayrami. 1-oktyabr o'tib ketdi-yu. To'g'ri. Bugunda o'qituvchilar oyligi oshdi. Lekin ta'lim daraja o'sha. Mana misol uchun, Shohruz sen katta o'zing kim bo'lmoqchisan? Men skoriga ishga kiraman. Nega skoriga? Postoyanno kech qolaman-ku. Manchi, san jim o'tir. Kamol sen kim bo'lmoqchisan? Ustoz, men MIPga ishga kiraman. Ne aynan MIP? Pul yig'ishga yaxshiman, funtda men yig'aman-ku. Samandar sanchi? Men mardikor bo'lmoqchiman. Nega mardikor? Men o'tlar yurib, daraxtlarni oqlab yuribmiz-ku. Men mahalla raisi bo'laman. Nega rais? Qo'limdan qisma kim edi bu? Aman tikuvchi bo'laman. Doktormi? Ustoz, yordamingiz kerak. Kechagi uy vazifaga ozgincha yordam beravering. Vaqti uchun bo'lmayapti. Bitta narsani esdan chiqaring, yaqinroq kellaring. Ha. Maqsadga erishish uchun mustaqil harakat qilish kerak. Tushundilaringmi? Surbetdan. Tushundik. Esingizdan chiqazmang. O'rta, yangi kelgan qizni nomer olmoqchiman. Bor, obke. Yaxshi qiz. Nomeringizni bera olasizmi? Toshini ter. Nima bo'ldi? Toshingni ter dedi. Yur. Yaxshi qiz. Qabrda chirib ketadigan chiroylar bilan kibrlanmaylar. Meni sevmasang ham roziman mayli. Bu gapni qayerdan o'rganding? TikTokda ko'rib qoldim. Toshingni ter. Mo'minov, moshina tarishvorlaring. Buyuk bobolarimiz aytgan gap bor. Odam o'z maqsadiga erishish uchun mustaqil harakat qilishi bilish kerak. Ichingizda qopti-ya, qarang-a.